Nima ishlayapsan, o'g'lim? Agar senda to'pponcha bo'lsa va menda ham to'pponcha bo'lsa, biz qonun haqida gaplasha olamiz. Agar senda pichoq bo'lsa va menda ham pichoq bo'lsa, biz qoidalar haqida gaplasha olamiz. Agar sen bo'sh qo'l bilan kelsang va men ham bo'sh qo'l bilan kelsam, biz aql bilan gaplasha olamiz. Lekin agar senda qurol bo'lsa va menda faqatgina pichoq bo'lsa, unda haqiqat sen tomonda. Agarda senda to'pponcha bo'lsa va menda hech narsa bo'lmasa, unda sening qo'lingdagi narsa oddiy qurol emas. Bu meni hayotim bo'ladi. Qonun, qoidalar va axloq faqat hamma odamga bir xil qo'llangandagina foydali va adolatli bo'ladi. Bu dunyoning achchiq haqiqati shundaki, pul gapirayotganda haqiqat jim bo'ladi va kuch gapirayotganda hattoki pul ham 3 qadam orqaga chekinadi. Qoidalarni yaratganlar ko'pincha ularni birinchi bo'lib buzishadi. Qoidalar zaiflarni cheklaydi, kuchlilar esa ularni o'z foydasi uchun ishlatadi. Bu dunyoda har qanday yaxshilik uchun kurashish kerak.